Buyrak kistaları. Bu əsasən nəsli amila bağlıq boladı. Yəni sizin nəslinizdə şu kista bilan ağrınan bemorlar bolsa, sizdən boluş ehtimalı yuqarı boladı. Bu addi yoki ko'p miqdorda bo'lishi mumkin. Ya'ni polikistoz deyiladi. Oddiy bo'ladigan bo'lsa, hech qanday sizni organizmingizga zarar yetkazmasligi mumkin. Siz buni 6 oydan razmerini kuzatib borasiz UZI tekshiruv yordamida. Agar razmeri katta bo'lmaydigan bo'lsa, sizga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Endi polikistoz, ya'ni buyrak bir nechtadan ortiq bo'lgan kistalar. Bu buyrak ishlashini xalaqit berishi mumkin, buyrakni ishlashida qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bunday bemorlarimizni har 6 oydan urolog ko'rigidan o'tishlari shart va zarur. Ya'ni buyrak ishlashini xalaqit berib turgan omillarni, infeksiyalarni oldini olib, bu yerda lecheniya olib turishlari kerak. Polikistoz kasalligini afsuski hozirgi kunda 100% davosi yo'q. Bu nasliy kasallik, aytib o'tganimdek, bu kasallik buyrakni butkul nobud qilib va uni qurishini olib kelishi mumkin. Shuning uchun albatta 6 oydan tekshiruvdan o'tib turishlaringiz shart va zarur. Endi oddiy kistalarga keladigan bo'lsak, oddiy kistalarni agar kattalashib ketgan taqdirda buni operatsiya yo'li bilan olishimiz mumkin. Birinchi operatsiya amaliyotimiz punksiya yordamida qilinadi. Ya'ni oddiy igna bilan teshib, shurdagi suyuqlik olib tashlab, ichon tarafi rastvor yuvarilib, kista qobig'i bir-biriga yopishtiriladi va kesib kistani olib tashlash yoki laparoskopik usulda bu operatsiya amaliyoti bajariladi. Har qanday holatda ham bu operatsiyalardan keyin hech kim sizga 100% qayta kista bo'lmaydi deb garantiya bera olmaydi. Bu yana qaytalanish ehtimoli bo'ladi. Chunki bu nasliy omilda uji bor. Shuning uchun sizda bir narsa talab qilinadi, buni faqatgina ko'rikdan o'tib, tekshirib, nazorat qilib turasiz. Agar sizda yoki sizni tanishlaringizda shunday kista bo'ladigan bo'lsa, shu videoni yuvarib qo'ying va bu temada yana savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilib, bizning ko'rikimizga kelishingiz mumkin. Agar sizni kista bo'yicha fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.